Chinobodda 145 kvadratlik kvartiramizni premium klassda Oxsa jamoasi tomonidan pod ключ remonti yakunlandi. Hozir sizga YouTube'da to'liq obzor qilib ko'rsatib beramiz. Obzorimiz taxminan 15 daqiqa davom etadi va o'zini kvartirasini pod ключ remont qildirmoqchi bo'lgan har bir inson uchun foydali va qiziqarli bo'ladi. Bilasizlar, biz har doim obzorni suhbatlashib, kvartirani obzor qilib berganmiz, lekin bu videomizda kichkina исключение bo'ladi. Uje uy egalari shu xonadonda yashashyapti, ularni ortiqcha bezovta qilmaymiz. Operatorimizdan iltimos qilgan bo'lardik. Bizga chiroyli kadrlarni yig'ib beradilar va uni biz oзвучка qilib, sizlarga qanaqa mahsulot ishlatganmiz, qanaqa решение qilganimizni tushuntirib berishga harakat qilamiz. Obzorimizni planirovkani tushuntirib berishdan boshlaymiz. Xonadonimizga kirishingiz bilan bizlarni mana shunaqa katta keng prixoshkamizni kutib oladi. O'ng qo'limizda umumiy sanuzulimiz bor. Undan o'tganingizda mana shunaqa o'stiriflari bilan oshxona, prixoshkaga kirishingiz bilan to'g'rida kattagina mehmonxonamiz bor. Mehmonxona asosiy ikki qismdan iborat. Mehki mebellar bilan mana shunaqa TV zona va asosiy mehmonlarni kutib olish uchun 8 kishilik stol stuldan iborat. Bu xonadonimiz o'zi ota-onalari uchun katta o'g'illar tomonidan mana shunaqa chiroyli sharoit bilan remont qilib berilgan. Ular bilan kichkina o'g'illari ham birga yashashadi. Bizda tushunib turganingizdek ikkita spalnimiz bor. Bittasi kichik o'g'il uchun, ikkinchisi sanuzullari bilan ota-onalari uchun mana shunaqa remont qilib berilgan. Endi sekin har bitta xonamizni detalizatsiyasiga o'tsak ham bo'ladi. Prixoshkadan boshlaymiz. Xonadonimizga kirishingiz bilan chap qo'lda mana shunaqa konsol, katta oynasi bilan va prixoshka mebeli kutib oladi. Ko'rib turganingizdek oyoq kiyimlar qo'yish qulay bo'lish uchun mebelimizning tag qismida mana shunaqa podsvetkalar bilan joy tashlab ketganmiz. Mebellarimizni to'liq Eman kompaniyasining Frente mahsulotlarini ishlatganmiz. Furnituralarga keladigan bo'lsak, Avstriyani Blum mexanizmlari ishlatilgan. Konsol vaqtinchalik kalit yugimsam kerakli narsalarni qo'yib turish uchun xizmat qiladigan bo'lsa, mana shunaqa katta oyna inson ko'chaga chiqib ketayotganda o'zini ko'rinishini to'liq ko'rib olish uchun juda ham yaxshi xizmat qilib beradi. Kirirish o'ng qo'limizda bizda umumiy sanuzulimiz bor. Bu obyektimizda hamma santexnikalar nemetskiy ishonchli brend Groyan Scritchy Smart Boxlardan ishlatganmiz. Kafellarga keladigan bo'lsak, 1.5-75 bo'lgan Xitoy eng premium kачестводagi keramik ranglardan foydalanganmiz. Xonadonimizdagi hamma rakvinalar akril toshidan qilingan. Sanuzuldan keyin bizda oshxonamizga keladi. E'tiboringlarni mebellarga qaratishinglarni so'raydim. Mebellarimiz to'liq krashenli bo'lgan, stolishnisalari akril toshidan. Kundalik foydalanish va qo'shimcha ishchi zona sifatida foydalanish uchun shunaqa qulay o'strofi ham bor. Oshxonadagi eng ko'p bo'ladigan muammo ovqat hidi qolib ketishi. Gaz plitani tepasidagi vытяжкаdan tashqari дополнительный вытяжкаlar ham o'rnatib ketish esimizdan chiqmagan. Texnikalarimizning hammasi Hoffmanning premium lineykasidagi texnikalardan olindi. Keyingi xonamiz mehmonxona, asosiy ikki qismdan iborat. Mehki mebellar bilan mana shunaqa TV zonasi, ikkinchisi mehmonlarni asosiy kutib olish uchun 8 kishilik stol stul zonasi. Shu xonamizda katta panoramli oyna borligi xonaga yana ham o'zgacha hashamat berib turadi. Uyimizning komfort haroratini ushlab turish uchun kerakli hamma zonalarda teplый pollar, radiatorlar va multipli sistemadagi konditsionerlar o'rnatilgan. Konditsionerlarimizni eng sifatli ichki fellar bilan jihozlaganmiz. Bu obyektimizda odam me'dasiga tegmaydigan ekologik toza super mo'yshi Tikurilla kraskalaridan ishlatganmiz. Tikurilla o'zi dunyo tanigan brend, menimcha ortuvchi tarif berib o'tirishimiz ham shart emas. Aytgancha uyimizda umli dom sistemasi Alisa ham qo'yib berganmiz. Spalnilarimizga o'tishdan oldin shu eshiklarimizga alohida ahamiyat berishingizni so'rardim. O'zimizni yillar davomida ish sifatini tekshirib olgan masterimizga maxsus buyurtma bilan yasattirdik. Dapatalka Scritchy mana shunaqa eshiklarimiz naturalniy shpondan bo'lgan. Ruchkalari va mexanizmlari Italiyaning Montelux brendidan qo'yganmiz. Mehmonxonamizga kiruvchi mana shunaqa Turkiyaning tabiiy travertin toshidan ishlab berganmiz. Bu uyni akamiz ota-onalari uchun remont qilib berganlar. Xonadonimizda ota-onalari va ularning kichik ukalari yashashadi. Shuning uchun ikkita alohida mana shunaqa spalni qilib berganmiz. Siz bilan ota-onalari uchun qilingan spalnidan boshlaymiz.
Bu xonamizda mana shunaqa решение berib ketganmiz, перегородка bilan birinchi navbatda kimdir vohliroq uyg'onib ketish kerak bo'ladigan bo'lsa, butun xonaning chiroqlarini yoqib, ikkinchi dam olayotgan odamga xalaqit bermaydi, prosta garderobni podsvetkalarini yoqib, kiyinib chiqib ketursa bo'ladi. Undan tashqari televizor ko'rishga ham juda ham qulay qilib, shu перегородкаdan foydalanib ketganmiz. Ko'rsangiz bo'ladi, o'zini alohida sanuzullari bilan qilingan, video boshida aytganimdek 1.5 ga 75 Xitoyning eng premium keramik ranglari, nemetskiy brend Groyena santexnika mahsulotlaridan foydalanganmiz. Va nihoyat bizning obzorimizdagi oxirgi xona ukalari uchun qilib berilgan spalni. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, bitta o'g'il bola uchun hamma sharoitni bu yerdan topsa bo'ladi. Spalni esa o'zini TV zonasi, o'zini alohida garderobi va ishchi zonalari bor. Xonadonimizni yoritish uchun 4000 kelvinni tanlab olganmiz. Lyustralarning hammasi maxsus zakaz bilan olib keltirilgan. Galagenlarga keladigan bo'lsak, Xitoyning eng premium sifatdagi galagenlari olib keltirib o'rnatilgan. Mana sizlarga kvartiramizdan chiroyli, to'liq obzor qilib berishga harakat qildik. Hatto kamchiliklari bo'lsa, rozi bo'lasizlar va agar sizlarda qiziqtirgan savolinglar bo'lsa, kommentariyaga yozib ketsanglar bo'ladi. Keyingi videolarda javob berishga harakat qilamiz. Agar sizga ham xuddi shu kачествоda remont под ключ xizmati kerak bo'lsa, Oxa jamoasiga murojaat qilsangiz bo'ladi.